ushbu videoda shoshib o'tkazayotganingiz singari siroat ko'prigidan shoshib o'tib keting do'stim. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi, Qur'onlar chiqsin. Do'stim, qarang, siz uchun manfaatli narsani hozir reklama qilaman. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz o'zingiz qayerdansiz aslida? Tojikiston fuqarosiman. Tojikiston fuqarosi. Hozir siz ikki tomonlama fuqarosiz, shunda ham Tojikiston, ham Rossiya fuqarosisiz. Rossiyani qayeridan umra ziyoratiga keldingiz? Rossiyaning Zelnograd shahridan. Zelnograd, Moskovskiy oblastdan keldingiz. Zelnograddan. Kamchiliklar bo'lmayaptimi? Yo'q, alhamdulillah. Kim bilan keldingiz bu yerga ziyoratga? Onajonim bilan. Onajoningiz bilan, maşalloh. Alloh ilmiylarni ziyoda qilsin. Farzandlardan hali bir uylanmagansiz. Uylanmadim. Uylanganmisiz? Farzandlardan hofizi Qur'onlarni chiqarsin, Baytullohning imomlarini chiqarsin. Jannatlarda boshingizga toj kiradigan farzandlardan chiqsin. Do'stlar, qaranglar, sizlar ham Allohning baytiga qalbingiz ila oshiqsiz. Baytullohga kelib, Allohning baytini ko'rib, tavof qilmoqchisiz. Undan tashqari qalbimiz taskin topadigan Madina Munavvaraga borib, ikki olam sarvari koinotga durud salovatlaringizni yetkazmoqchimisiz? Sizlarga yaqindan yordam beramiz. Buning uchun ko'rsatilayotgan raqamlarga O'zbekistonda bo'lsangiz, O'zbek nomerlariga, Rossiyada bo'lsangiz, Rossiya nomerlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Ahlan va sahlan.